12 yasharli qiz, 12 va 15 yasharli qiz ochkini yechib, hozir shu kril oilimizdan Allohim sabab qilibdi, shu mahsulotni yaxshi davo topishyapti. Mana bugun yana hojonam oldilariga keldim. Onamlarga kerak bo'ladigan mahsulotlarni, yuzlariga, qo'llariga kerak bo'lgan kremlarni olganda kelsam, bularga aytayotdiki, hozir ob-havo o'zgargani sababli ko'pchilik yaxshi vitaminlar yetishmagani sababli vitaminlar ham olib kelishgan ekan, kollagen yana nimalar deydi. Burada armiyaga uchimizda bor shunaqa zo'r natija bo'lyapti. Hozir ichasi qon suyultiradi, infarkt insultni oldini oladi. Даже ishonasiz ko'zda zo'r natija oldik. 12 yasharli qiz, 12 va 15 yasharli qiz ochkini yechib, hozir shu kril oilimizdan Allohim sabab qilibdi, shu mahsulotni yaxshi davo topishyapti. Xudo xolisa kelsanglar, hamkorlik qilsanglar ham uyda o'tirib ishlaydigan ayollar ham. Agar bu mahsulotlar ishonchli bo'lmaganda, Humo Arenaga necha mingta odam yig'iladi? 10 mingta odam. 10 mingta ayol. Va shu ko'ringlar, kuzatinglar, profilga o'tib ko'rsanglar, juda odzivlarni o'qib chiqsanglar ham, kommentariyadan ko'rsanglar ham ishonchli bo'lgani uchun, necha yillik brend bo'lgani uchun ham tabiiy mahsulot, tabiiy. Hamma mahsulotlar o'z tabiiy nasli yo'qolib ketyapti, ximikada bo'lib ketyapti. Bularni hattoki zubli pastalarni yuvgandan keyin yutib olsangiz ham his qilmaydi, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Bolalar uchun detskiy zubli pastalarimiz kattalar uchun bor, даже itchalarni bolalarda tushirib beryapti. Shunchalik xutori yo'q. Hamkorlik qilsanglar, obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolisa hamkorlik qilsanglar, uyingizda o'tirgan holatingizda $500 dan $1000gacha pul topsangiz bo'ladi. Yana o'zingiz obuna bo'lib qo'ysanglar, mana shu yerdan kelib 200 million narsani 100 ming so'mga xarid qilsanglar bo'ladi. Obunachilarga 50% skidka qilib qo'yishgan. Bemalol keling. Muqil Shokir aytadi, 1000dan 500dan 1000dan deydi, yo'q, undan-da ko'p beradi. Kimda kim hamkor bo'ladigan bo'lsa, avvalambor aytayotganda 50% chegirmada oladi, любой mahsulotlarni. Bizda mahsulotlar tualetni bumagadan tortib zubachistgacha bor. Ya'ni uyingizga 100% kerakli mahsulotlar bor. Ikkinchisidan 500dan 1000gacha emas, xudo xolisa mana shuni orqasidan biz 4-chi do'konni qildik. Shuni orqasidan mana 4ta avtomobil promotion yutdik. Shuni orqasidan 22 ta sayohatga oilam bilan, xo'jayinim bilan, farzandim bilan, hamkorlarim bilan boryapmiz va shuni orqasidan oyligim bor. 500dan 1000gacha, undan ham ko'p. Haqiqatda. Xullas, kelinglar, konsultatsiyasini tekin qilib berishadi. Xudo xolisa hamkorlik qilsanglar, mana hozir ham dars o'tib, ko'pchiliklarni qozoni qaynashiga 20-30 ta odamni oilasini boqishiga sababchi bo'lib qolgandek, hozir 2-3 mingga yetib qolibdi. Biz tanishganimizda shunaqa 20-30 ta odamni, ko'pchilik ishchilarni ishlatardi. Mana 4 ta do'koni bo'ladigan bo'lsa, har bittasidan 10 tadan bo'lsa 40 ta ishchi oshyapti o'zida. Undan tashqari shogirdlarni o'zi ham bir 50-60 tadan oshib ketgan. Salomat bo'lasizlar, profiliga o'tib obuna bo'lib qo'yishdan rahmat kutib qolamiz.